Assalomu alaykum do'stlar. Kinotime'ga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga 2022-yilda suratga olingan psixologik horror janridagi juda qiziq bo'lgan Xavotirlanma azizam nomli filmni taqdim etamiz. Qulayroq o'rnashib oling va men boshladim. 20-asrning 50-yillari Ellis va Jacklar oddiy Amerika shaharlaridan birida yashashar, do'stlari bilan uchrashib, ko'ngilxushlik qilishar, mashinada sayr qilishar va bir-birlarini sevishardi. Kunlardan birida ayol do'stlari bilan uchrashuvga tayyorlanayotgan vaqtda eri o'zinikiga o'xshash mashinali qo'shnilari bilan ishga otlanadi. Ayol ovozi bugun 997-kun ekanligini, barcha xizmatchilar shtab-kvartiraga ketishayotganligini, aholi xavfsizlikda va hamma hisobdan o'tganligi haqida aytadi. Xonimlarga yaxshi kun tilashadi va Ellis uy ishlariga sho'ng'iydi. Bundan so'ng esa shaharning barcha namunali ayollari kabi raqs to'garagiga jo'naydi. Mashg'ulotdan so'ng Ellis uyga qaytadi va doim bolalarga tanbeh beruvchi Bunny ismli qo'shnisi bilan suhbat quradi. Bundan so'ng tordagi kirlarni olishga boradi. Ellisning boshida tinmasdan qandaydir qo'shiq aylanar va u buni xirgoya qilib yurardi. Kutilmaganda yana bir qo'shnisiga ko'zi tushadi. Margaret ismli ayol uyi oldida turar va atrofdagilarga umuman e'tibor qilmasdi. Ellis tushlik tayyorlashga shaylanadi, ammo tuxumlardan biri unda shubha uyg'otadi. U tuxumni qattiq qisishni boshlaydi va uning ichi bo'm-bo'sh bo'lib chiqadi. Ayol qolganlarni ham sindirib ko'radi va ulardan ham hech narsa chiqmaydi. Uni pishib qolgan go'sht chalg'itadi. Ayol tunda erini chiroyli kiyinib o'ziga oro bergan holda kutib oladi va bu erining ehtiroslarini junbushga keltiradi. Ertasi kuni ayollar basseyn oldida dam olishadi. Ellis yana chalg'ib qoladi. Uning boshida yana o'sha qo'shiq yangrashni boshlaydi. Bu esa uning halovatini yo'qotadi. Keyinroq Ellis shahar maketi oldiga kelib barmog'i bilan ko'chalarni aylanadi va endi shahar chekkasiga yetganida uni Bunny olib ketadi va kokteyl bilan mehmon qiladi. Erkaklar esa bu vaqtda har xil mavzularda suhbat qurishardi. Hammasi go'zal, osmon musaffo va barcha quvnagan. Birdan signal chalinadi va Shelly yangi fuqarolarni qarshilaydi. U yangi juftliklarni, bu g'ayrioddiy yangi olamni yaratgan eri Frank o'qitishidan xursand edi. Ayollarning suhbatini eri bilan bu yerda bo'lishlari kerak bo'lmaganligi haqida gap ochib qolgan Margaret bo'ladi. Uni eri tezda olib ketadi. O'rtaga chiqqan Frank mehmonlardan uzr so'raydi va juftlik og'ir kunlarni boshdan o'tkazayotganliklarini aytadi. Ularning vazifasi orzular ortidan borish va progressning bosh dushmani chiqaruvchi tartibsizliklarga qarshi turishdan iborat edi. Shu yo'l bilan ular dunyoni o'zgartirishardi. Mehmonlar Frankni olqishlashadi. Bu yerda barcha baxtiyor va barcha bitta oila. Ko'ngilxushlik davom etadi. Ellis Jackni izlashga otlanadi, ammo buning o'rniga qo'rqinchli tushlar ko'rayotganligini va bu yerda bo'lmasligi kerakligini aytayotgan Margaretni ko'radi. Ammo uning eri Ellisning oldida pardalarni tortib qo'yadi. Ayol erini uyda topadi va har kungidek birga bo'lishadi. Ammo kayf endi cho'qqisiga chiqqanda Ellis ularning paqapaqlarini tirjayib kuzatib turgan Frankni ko'rib qoladi. Keyinroq ayollar savdo markazida yig'ilishadi va ideal hayotlarini va bechora Margaretni muhokama qilishadi. Ellisning qo'shnisiga rahm kelardi, biroq bunga uning o'zi aybdorligini ta'kidlaydi. Sababi uning o'zi o'g'lini cho'lga olib borgan. Uni topishgan, biroq o'g'li yo'q edi. Suhbat erkaklarning ishlariga ko'chadi. Buni hech kim aniq bilmasdi, biroq ularni qurol ishlab chiqarishmoqda deyishardi. Gapni bo'lgan Bunny bu ularning ishi emasligini aytadi. Ayollar ham ish qilishardi, aniqrog'i shinamlik va qulaylik yaratishadi. Tunda Ellis qo'rqinchli tush ko'radi, ammo ertalab erini doimgidek ishga kuzatib qo'yadi va uy ishlariga sho'ng'iydi. Bundan so'ng esa sayrga jo'naydi. U trolleybusda yolg'iz qoladi va shunchaki aylanmoqchi ekanligini aytadi. Ayol kutilmaganda tog'lar ustidan uchib kelayotgan samolyot yerga qulab tushganligini ko'rib qoladi. Ellis haydovchiga qichqiradi, ammo u ayolning nimani istayotganligini tushunmasdi. Ayol undan halokatga uchragan odamga yordam ko'rsatishini so'raydi, ammo haydovchi yo'nalishdan chiqa olmasligini ta'kidlaydi. Ellis trolleybusdan tushib tog'lar tomonga yo'l oladi. U cho'lda ancha uzoq yuradi. Bundan so'ng yo'lga chiqib, u bo'ylab baland tog'ga ko'tariladi. U yuqoriga chiqqach, ko'zguli bino yonida to'xtaydi. Atrofda uning aksidan boshqa hech kim yo'q edi. Ellis ko'zguga qo'llarini tekkizishi bilan hushidan ketadi. Oldidagi qorong'ulikda bir guruh ayollar raqsga tushar, erkak ovozi esa tartibga chaqirardi. Odamlar hayot qanday bo'lishini bilishlari uchun o'zlariga erk berishlari lozim. Keyingi onda Ellis o'z kravatida ko'zlarini ochadi. Oshxonaga chiqqan ayol kechki ovqat tayyorlayotgan Jackni ko'radi. Idishlar tartibsiz, mahsulotlarning ko'pi yaroqsiz. Ellis nima bo'layotganligini tushunmaydi. Eri ishdan kelganidan so'ng uning uxlab yotganligini, uyga esa trolleybusda qaytganligini aytadi.
Ayol tushunmaydi. Nima, haydovchi uning ortidan borganmi? Buni eshitgan Jek ham xotiniga tushunmaganlik nazari bilan qaraydi. Elis esa bularni tushimda ko'rdim shekilli deb hisoblaydi. Ertasi kuni tongda hammasi odatdagidek takrorlanadi. Elis erini ishga kuzatadi, derazalarni tozalaydi va kutilmaganda ular harakatlanayotganday bo'ladi. Deraza ayolni devorga siqib qo'yadi va u bo'g'ilishni boshlaydi. Keyingi onda telefon jiringlaydi va Elisga hech nima bo'lmagan bo'lib chiqadi. Qo'ng'iroq qilgan Margaret uning o'sha yerda bo'lib, hammasini o'z ko'zlari bilan ko'rganligi sabab uni bu yerdan ketishga undaydi. Elis yana raqsga tushayotgan ayollarni ko'radi. Ammo bu safar bu o'zi va uning dugonalari edi. Elis kutilmaganda ko'zguda o'zining aksi o'rniga Margaretni ko'radi. U esa ko'zguga yaqin kelib, birdan o'zini ura boshlaydi. Buni ko'rgan Elis qichqirib o'ziga keladi. U uyiga shoshib keladi va uyi tomiga chiqib olgan Margaretni ko'radi. Elisga o'girilgan Margaret o'zini bo'g'izlab yerga yiqiladi. Elis dahshatdan qichqirishni boshlaydi. Yetib kelgan xizmatchilar uni olib ketishadi va qo'shnisining jasadini yo'qotishadi. Tunda u bo'lgan hodisani Jekka tushuntirmoqchi bo'ladi, ammo u Elisga ishonmaydi. Margaret shunchaki oynalarni yuvayotganda jarohatlangan emish. Elis esa qo'shnisi undan yordam so'raganda yordam bera olmaganligi sabab o'zini aybdor his qiladi va atrofida nimalar sodir bo'layotganligiga tushunmaydi. U Jekdan proyektda nima bilan shug'ullanishini aytishini so'raydi, biroq Jek bu haqida aytish mumkin emasligini ta'kidlaydi va hammasini barbod qilishi mumkin bo'lgan qaysarliklarni bas qilishini so'raydi. Doktor Elisga Margaretning yiqilib tushganligini ko'rganligi sabab shunchaki asablari charchaganligini aytadi. Ayol yana bir bor Margaret o'zini o'zi bo'g'izlaganligini ta'kidlaydi. Doktor Elisga dori ichishni taklif qiladi, ammo Jek bundan bosh tortadi va ularsiz ham amallashlarini aytadi. Bundan so'ng doktor Margaretning sog'ayib, tez orada uyiga qaytishini ta'kidlaydi. Doktor chamadonini unutgan holda u yerdan ketadi va bundan foydalangan Elis undan Margaretning ishi bo'yicha ochilgan hujjatlarni oladi, ammo barcha yozuvlar bo'yab tashlanganligi sabab ularni o'qishning iloji yo'q edi. Elis hujjatlarni yoqib yuboradi. U ichishni boshlaydi va yana raqsga tushayotgan ayollarni ko'radi. Bundan so'ng vannada o'ziga keladi. Jek norozi, ular kechikishmoqda. Ular allaqachon barcha shahar aholisi yig'ilgan restoranga kelishadi. Mallasoch ayol mehmonlar uchun qo'shiq kuylaydi. So'zga chiqqan Frank Jekni sahnaga taklif qiladi. U yigitni uning yuqori ekspertlar maslahati kengashiga qo'shilganligi sabab tabriklaydi va unga sobiqlik unvonini topshiradi. Olomon uni olqishlaydi, Jek esa minnatdorchilik raqsiga tushadi. Bunga chidab tura olmagan Elis hojatxonaga qochadi. Uning ko'zlariga ishini yo'qotgan boshqa bir Jek ko'rinadi. Uni dugonasi Bunny topib oladi va Elis unga nimanidir tushuntirishga harakat qiladi, ammo Bunny uning gapini bo'lib, o'zini shtabda bo'lgan deb o'ylayotganligi sabab uni aqldan ozgan deb hisoblaydi. Dugonasi o'zini quloqsiz bolakaydek tutayotgani Bunnyning jahlini chiqaradi va uning ishi erining karyerasini barbod qilish emas, aksincha, uni qo'llab-quvvatlashdan iborat ekanligini ta'kidlaydi. U ham o'zini Margaretday tutishni boshlagandi. Ertalab Jek bugun mehmonlar borligini eslatadi. Frankka minnatdorchilik bildirishlari kerak edi. Elis kelganlarni tabassum bilan kutib oladi. Hammasi doimgidek a'lo darajada. Jek Frankni kutib oladi, Elis esa ovqat tayyorlaydi. Oshxonaga kirgan Frank ayol bilan suhbat quradi va Bunny unga ishonmaganligidan afsusda ekanligini va o'zi ham bir vaqtlar Margaretga ishonmaganligini aytadi. U kimdir unga qarshi chiqishini ko'p kutgan edi. Mehmonlar stol atrofiga o'tirishadi. Elis namoyishkorona uy egasi o'rniga o'tiradi. Jek ham itoatkorlik bilan uning yoniga o'tiradi. U yoq bu yoqdan gaplashib o'tirishganda Elis to'satdan nega shahardagi barcha ayollar bitta maksimum ikkita shtatda tug'ilganliklarini va nega doim bir xil joyga dam olishga borishlarini so'rab qoladi. Jek gapni burmoqchi bo'ladi, ammo Elis buni davom etadi. Barchaning hikoyasi bir xil, sababi ularga nimani eslashlari kerakligini uqtirib kelishardi, biroq ba'zida man qilingan xotiralarni eslashardi. Balkim Frank ularga nimadir qilayotgandir. Frank shunchaki kulib uning asabi joyida emasligini ta'kidlaydi va nega davolanmasdan shtabda bo'lganligini so'raydi. Elis bunday yolg'onlarga chidab tura olmaydi, ammo Jek Frankga so'zsiz ishonardi. Elis mehmonlarni yaxshilab o'ylab ko'rishga chaqiradi. Bu yeguliklar qayerdan kelgan? Ular nimadan tayyorlangan? Bu orada Shelly tilga kirib, erini haqorat qilishlarga ortiq yo'l qo'ymasligini ta'kidlaydi. Mehmonlar ketishadi. Frankning hafsalasi pir bo'ldi. Barchani kuzatib qo'ygan Jek uyga qaytadi. Elis unga eri uning uchun eng qimmatbaho odam ekanligini tushuntirishga harakat qiladi va bu yerdan ketishni so'raydi. Jek esa bunga rozi bo'ladi. Ular uydan chiqib mashinaga o'tirishadi va Jek xotinidan uzr so'raydi. Bundan so'ng esa xizmatchilar Elisni mashinadan chiqarib, qorong'ulikka olib ketishadi. Elis operatsiya stolida o'ziga keladi. Ko'ziga eri bilan o'tkazgan vaqtlari ko'rinadi. Ustida esa niqob kiygan doktor turardi. Elis unda o'zini ko'radi.
Doktor Alisa operatsiyani tugatib bo'lgach uyga jo'naydi va uni ishsiz eri kutib oladi. Xotini nima istashini bilmagan er kechki ovqat tayyorlamagandi. Issiq suv ham yo'q. 30 soat operatsiya stoli ustida tik turgan Alisa qattiq charchaganligi sabab erining birga bo'lish taklifini rad qiladi. Monitor oldiga o'tirgan erkak yangi simulyatsiya haqidagi reklamani tomosha qiladi. Biz esa yana jannatomuz shahardagi quyoshli tongni ko'ramiz. Elis yana eski hayotiga qaytadi. Uni so'nggi yangiliklarni so'zlayotgan Bani kutib oladi. Elis uning bolalarini quchoqlaydi va dugonasining xavotirli nigohlarini sezmaydi. Eri ishga jo'naydi. Elis uy ishlari bilan shug'ullanadi, raqsga tushadi, cho'miladi va erini kutib oladi. U duxovkadan ovqatni oladi. Jek esa yoqimli qo'shiqni tanlab, uni xirgoya qiladi. Buni eshitgan Elis xuddiki uyqudan uyg'onganday bo'ladi. Tungi shahar ko'chalarida yurgan Jek kvartirasiga kiradi. Bu vaqt davomida uning jismoniy holati haqida ma'lumot beriladi. U sevgilisi Alisa bilan birga Vektor proyektida ishtirok etishga tasdiqlanadi va barcha mas'uliyatni u o'z bo'yniga oladi. Elis kravatda unga har xil to'qlar ulangan holda yotardi. Jek unga doim g'amxo'rlik qilar va simulyatsiya haqini to'lash uchun har kuni simulyatsiyadan chiqib ishga jo'nardi. U xotinining yoniga yotib, hozir Elis eshitayotgan qo'shiqni xirgoya qiladi. Qiz Jek uni haqiqiy hayotidan mosuvo qilganligini tushunadi. Ammo Jek uni doimiy ishdan qutqarish uchun shunday qilgandi. Frank ular xohlaganday yashashlari uchun bu olamni yaratgan. Shu sabab ham Jek simulyatsiya haqini to'lash uchun har kuni itdek ishlardi. Axir bunday hayotdan u xursand-ku. Biroq qolganlarchi, demak ular ham tutqunlarmi? Jek uni quchoqlaydi, ammo Elis uning boshiga uradi. Keyingi sahnada Bani ularnikiga kiradi. Jek o'lgan va bu haqida Frankka ham xabar qilishadi. Bani simulyatsiya haqida hammasini bilishini tan oladi va bu hayotni o'zi tanlaganligini, bunga sabab u bolalari bilan shu yerda birga bo'la olishi mumkinligini aytadi. Ammo boshqa ayollar hech narsani bilishmasdi. Elis bu yerdan qochishi kerak, aks holda uni o'ldirishadi. Hovliga chiqqan ayol Jekning mashinasiga o'tirib cho'lga yo'l oladi. Uni xizmatchilar quvishni boshlashadi. Unga yetib olishadi, ammo Elis ham bo'sh kelmaydi va taqibchilarning dodini beradi. Ammo bu bilan dumchalardan xalos bo'la olmaydi. Frankka hodisa haqida xabar qilishadi. U nima bo'lishidan qat'iy nazar uni to'xtatishlarini buyuradi. Bundan so'ng esa Shelly unga pichoq tiqadi. U ahmoq va barchasini barbod qildi. Elis tog'ga chiqishni boshlaydi, ammo mashina to'satdan o'chib qoladi. U yo'lni piyoda davom etadi. Xizmatchilar ham uni ta'qib qilishadi va mana Elis manzilga yetdi. Ta'qibchilar endi yetdik deb qolganda Elis Kupol oldiga boradi va ortida uni tashlab ketmaslikni so'rayotgan erining taftini his qiladi. Elis qo'llarini tekkizadi. Zarba, qorong'ulik, Viktordagi ideal hayot ko'rinishlari va real hayotda uyg'ongan ayolning chuqur nafasi. Bu yerda kim tomonda bo'lishni tanlash qiyin. Er xotinini baxtli qilish uchun uni real hayotdan mosuvo qildi. Menimcha har kunlik muammolardan qutulish uchun simulyatsiyaga qochishni istaydiganlar topiladi, ammo odamni majburlab baxtli qilish mumkinmikin? Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.